Hurmatli kuzatuvchilar, mana bizga bemorlar murojaat qiladi. Xurrayni ham shu quloq tomon burun mutaxassis ko'radimi? Buni qanday, buni sabablari bor deb. Albatta, mana burun yondosh bo'shliqlari, halqum kasalliklarida ana shu nafas olish yo'llari torayish natijasida yotganimizda, uxlab turgan paytda shu atrofdagi muskullarni bo'shashishi natijasida yo'llar torayadi va havo o'tganda ovoz bilan o'tadi. Ana shu xurrayni yuzaga keltiradi. Xurrayni ham bir xili bor. Bu nafas olib turib, nafas to'xtab qoladigan xili bor. Masalan, ma'lum bir sekund, 10-15 sekund bemor nafas to'xtab qoladi va keyin tag'in nafas oladi. Ana bu xurray juda xavfli, chunki ana shu nafas to'xtagan paytda butunlay to'xtab, uyqu paytida inson vafot qilib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ana shu xurray bezovta qilayotgan bemorlar birinchi navbatda otolaringolog doktorga murojaat qilib, burun yondosh bo'shliqlari, halqum, murtaylarni yaxshilab tekshirtirish kerak. Agar ana bularda o'zgarish bo'lmasa, unda uni jarrohlik usullari bor. Shularni qo'llab, ana bu kasalda ularni tuzatib yuborsa bo'ladi.